Agar sizmi boshqalarning bahosiga alohida diqqat qilib, doim boshqalarga yaxshiroq bo'lish uchun charchab ketayotgan bo'lsangiz, yoki ijtimoiy aloqadan qo'rqsangiz, bugungi hipnozga yetaklash sizning o'zingizga bo'lgan ishonchingizni yuqori ko'tarib, qalbingizni kuchaytirishingizga yordam qiladi. Mashqni boshlashdan burun ikki muhim diqqat qiladigan ish bor. Birinchisi, hipnoz jarayoni intayin bexatar. Siz menga to'liq ishonsangiz bo'ladi. Bu qadimliq mashqdan siz qalbingizga haqiqiy o'zingizni topa olasiz. İkincisi, hipnoz holatiga kirish uchun o'zingizni butunlay erkin qo'yib o'tib, his tuyg'uringizga va mening yetaklashiga diqqat qilsangiz bo'ladi. Agar qalbingizdagi qarshilik sababidan mashqqa kirolmayotgan bo'lsangiz, men sizga jasorat va ilhom beraman. Avval yurak birib saqlab olib, ondan mashqni boshlang. Bugungi qalb safarimiz rasmiy boshlandi. Siz mashqni tinch, rohat, taxrik uchirmaydigan muhitda olib bering. Eng rahat beden holatingizda yotsangizmi yoki o'tirsangizmi bo'ladi. Asta-asta ko'zingizni yumib, men bilan birga 3 qatam chunqur nafas oling. Har qatam chunqur nafas olganda siz bargan siri yeniklab kelayotganligingizni his qilasiz. Yaxshi. Peshoningizni erkin tuting, qo'shiningizni ozodlashtiring. Ko'zingizni ozodlashtiring. Qopqingizning barg'alar ig'irlashib, ko'zingizni yumilishga intilayotganligingizni his qilyapsiz. Mag'zingizni, burningiz va eg'zingizni ozodlashtiring. Bo'yin va bo'yin muskullaringizni ozodlashtiring. Müyürünüz ve müyürünüzdeki muskullarını boşaltırın. Dümbe ve dümbe muskullarınızı boşaltırın. Kökrek boşluğunuzu boşaltırın. Yürek soğuşunuzdan barğan sırı turaqlaşıp, nəfəslerinizdən barğan sırı valışat qalğını his qılıbatsınız. Qorsaq qisminiz ve quyruq qisminizni azad tutun. Bel ve bel muskullaringizni ozodlashtiring. İki butungiz ve iki belkingizni azad qo'yib o'ting. İki qo'lingiz ve iki butungizni azad qo'yib o'tgan sari ularning barg'an sari illiq bo'lib, illiq sizning badningizga taravotganligini his qilasiz. Bu xil illiq tuyg'u butun badningizga yamirab, sizni eng ozoda ham eng rohat holatga keltirayotganligini his qilyapsiz. Endi siz barliq tasavvur kuchingizni joriy qildiring. Ko'z oldingizda 10 ming kishining diqqatini tortadigan cho'ng bir san'at sari bor. Oyog'ingizda bo'lsa bir uzun qizil gilam bor. U san'at sarining eng markaziga joylashgan. Hozir men 1dan 3 ga sanayman. Men 3ni sanagan chaqda siz chiroyli kiyinib, mushu qizil poyandozni bo'ylab san'at sariga kirsiz. 1 2 3 Qizil poyandozning ikki tarafi notanish kishilar to'pi bilan to'lgan. Ular sizga zavqlanish va hurmat bilan qarab o'tadi. Siz har bir qadam oldingizga mangsangiz, o'zingizga bo'lgan ishonchingizning texmi eshayotganligini his qilasiz. Siz san'at sarining o'ttirisiga kelganda bir parcha qizil raq bilan o'ralgan san'at buyumni ko'rasiz. Bu san'at buyumni siz ko'ngil qo'yib loyihalagan va ijod qilgan. Siz hozir san'at sarining o'ttirisiga keldingiz. Men 3 ga sanayman, siz 3 deganda qizil raqni ichib, qalbingizga o'zingiz barpo qilgan shu san'at buyumidan huzurlansangiz bo'ladi ham boshqalarni huzurlantirsangiz bo'ladi. 1 2
3 Siz endi sahna ostidagi barliq tomoshabinlarga yuzlanib, qalbingizdagi shu san'at buyumini tafsiliy tasvirlab bersiz. Hamma odam sizga guldiroz olqish yangirtadi. Ayt yaxshi, siz o'zingiz ijod qilgan bu go'zal buyumni ko'pchilikka nihoyat ravon bilan ifodalab berdingiz, tasvirlab berdingiz. Ular sizga guldiroz olqishlar bilan javob qaytaryapti. Siz hozir intayin go'zal bir tuyg'uda o'zingizga bo'lgan ishonchingizni nihoyat kuchib ketganligini, ichingizning laqada bir kuchga to'lganligini his qilyapsiz. Men endi ushku sanayman. Siz mushu go'zal tuyg'ularingizni saqlab qolgan asosda badningizda shu tuyg'ular saqlangan holatda reallikqa qaytib kelsiz. 1 2 3 Siz mushu go'zal tuyg'uni o'zingizga bo'lgan kuchli ishonch bilan ichingizdagi shu kuchli tuyg'uni saqlab qolgan holatda reallikqa qaytib keldingiz. Bu tuyg'u sizga har vaqt yordam qiladi. Endi asta-asta ko'zingizni ochib, badaningizni yengil harakatlantirib baqsangiz bo'ladi.